Jon akajonlar, kontentning prosta udar akalar. Nimaga deng? Sababi ko'pchilik mehmonxona remont qilish kerak bo'ladi, usta adres topmaydi. Bugun sizlarga ushbu mehmonxona luks, ya'ni full komplektatsiya qiladigan mehmonxona remont qiladigan bir usta akani sizlarga ko'rsataman va uning ishini baho berasizlar. Qani unda ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli akalar, xush kelibsizlar. Mana bugun biz mehmonxona remontdamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mehmonxona mana shunday holatda. Bundan so'ng biz ushbu videodan so'ng sizlarga bundan-da nima qanday ishlab turganimiz, qanday full komplektatsiyalardan qilamiz, hammasini mana shu kontent orqali ko'rsatib boraveramiz akalar. Bizni kuzatishda davom eting. Telefon raqamlarini ekranga qoldiramiz. Kimda agar mana shunday xizmatlarimizni biz albatta qilib beramiz. O'zingiz diqqat qiling. Hurmatli akalar, mana ko'rib turganingizdek, mehmonxonamiz o'z yakuniga yetdi. Mana ko'rib turganingizdek, mehmonxonamiz mana shunday holatga keldi hozirgi kunda. Ana endi bunga eng qiziq tarafi nimada bilasizlarmi? Bu narxida, ya'ni qancha mablag' ketdi. Bu lustramizga keladigan bo'lsak, lustramizda narxi 600 somonlik lustra bor. Ushbu galogen lampochkalarga kelsak, har bir donasi 27 somondan olingan. Hurmatli akalar, aboy narxiga keladigan bo'lsak, aboyning o'zi 260 somondan bir rulani tushgan, ya'ni bir rulani 3 metr joyga yetadi. Pilis kliyi bilan 5 pachka kliy ketgan. Kliylari har bir kliyi pachkasi 60 somondan akalar. Ushbu kurugli mana shunday joyga podsvetka qo'yilgan, ya'ni uzun svitlardan qo'yilgan, lenta svitlardan. Lenta svitimizning metriga keladigan bo'lsak, metri 15 somondan tushgan. Ushbu lelonga keladigan bo'lsak, bu mehmonxonamizning eng asosiy metrini biz aytib o'tmadik, hozir aytib o'tamiz. Uzunligi 840 ni tashkil qiladi, eni 3 metrni tashkil qiladi. Lelon ham xuddi mana shunday anoday. Lelonning 1 metriga keladigan bo'lsak, 170 somondan ushbu lelon tushgan, ya'ni bu lelon boshqa lelonga qaraganda salgina qattiqroq. Ushbu plintuzga keladigan bo'lsak, plintuz metri 10 somondan tushgan, ya'ni bitta plintuz 2 metrni tashkil qiladi. Bu xonaga jami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dona plintuz ketgan. Eng qiziqarli tarafi nimada akalar? Bu nechta gipsokardon mana shu xonaga ketgan. Bu xonaga 17 dona gipsokardon mana shunday figura tushishiga ketgan. 17 dona gipsokardon, ya'ni patolog ham aboy bo'lgan. Patologda ham aboy bor, kraska urilgan aboyning ustidan har xil mana shu rangga berilganmiz. Oq kraska urilgan mana shu tiyagalarda hozirgi zamonaviy plastik mramor bor. Ushbu mramorlardan qo'yilib chiqqan. Xo'p, shpaklovkaga keladigan bo'lsak, 5 xalta shpaklovka mana shu xonaning o'ziga ketgan. Razitkalarga keladigan bo'lsak, har bir razitga 16 somondan tushgan. O'ylaymizki, ushbu videomiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz. Yo'qsa bizni har doimgidek qo'llab-quvvatlaysiz. Biz sizlarga mana shunday bir-biridan qiziqarli kontentlar taqdim etamiz. Buni sebitini hozir joy olmaymiz, chunki bizga hozir elektrik bu yerga ulanmagan. Agarda kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, biz mana shuni sebitlarni ham yoqib ko'rsatamiz.